12 million so'mga oshxona mebeli. Razmerlarimiz 3.30 joyiga 2 metr bo'lgan, 5.30 bo'lgan holati. Shu общий ko'rinishi. Bu ishimizni Farg'ona Quvasoyga ustanovka qilib tugatib bo'ldik. Endi bir chekkadan ma'lumotlarini aytib o'tamiz. 3.30 ga 2 metr, 5.30 joy bo'ldi. 5.30 ga mana shu holatda ko'rinishda joylashtirib berdik. Plafoli fasonimiz yerdan noshkasidan tepa karnizgacha 2.25 cm ga chiqdi. Xo'p, kelganda bu eshikdan kirganda chap qo'l tomonda yumaloq mo'kasi, eleberlik originali, ichida shumkasi bo'ladi. Smesителlarni yaxshisidan qo'yib berganmiz. Paltoylari o'zimizdan bo'ldi. Anatomiyasini tanlagan. Shu holatda qilib berdik. Bu yerda vishilka bonuslari bilan bo'ldi. PVH rezinka kemamka doimgidek. Originali, xudo xolasa, oshxona ham vakuum shanlida ishlatganmiz. Qosh solinganlari doimgidek komplekt holatda. Mo'ka tepasiga shushurkalarni joylashtirib berganmiz. Svetlarimizni ham ulatib qo'ysa 3 xil holatda yonadi. Mo'ka bo'ldi, рабочий stol bo'ldi. Keyin gazini joylashtirdik. Shu holatda joylashadi gazi. Gaz tepasiga vichkani o'zimiz qo'yib berdik. 12 million so'm ichida shu vichkani ham qo'shib yuborganmiz. 3 holatda ishlaydi. Artel Vesta vichka svetlar bilan zavodskoy burchak bo'lgan. Gazdan keyin ozgina рабочий stol qilib turib, burchak holatda 80 ga 80 burchak qilganmiz. Ularga ham kamroq holatda bo'lgan. İçidan keng holatda foydalanadigan bo'lgan bu ishimiz. Kengligi tepa eshigi katta bo'ladi. İch chuqurligi 80 ga 80 juda ham chuqur holatda bo'ladi. Bu oshxona 12 ming so'mlik eng originaldan qo'yganmiz. Ko'rib turibsizlar, o'zini o'zi skromli holatda yopib oladi. Bu tomoniga рабочий stol bo'lgan. Ponni stalsisi to'liq holatda bo'ldi. Bu narsa qo'yib foydalanilgani, to'g'rashtirgani ishlatadi. Bu joyda bar bo'lgan. Bu joyda polkali ishlar bo'ldi. Bu ishimizda hamma joyida polkali bo'ldi. Polka qo'yilmagan joy bo'lmadi. Bu joyga gaz balon qo'yilardi odatda. Bunga gaz balon ishlatmaydi ekan. Polkalar joylashtirib berganmiz. Tepasi ham shu holatda bo'ldi mana. O'sha ko'rinishi. Xo'p, bu mebelimizni Farg'onani Quvasoyga olib kelib ustanovka qildik. Mana shu turishini gazidan tashqari vichkasi bilan 12 million so'mga yetib keldi. Pagona metrini 2 million 300 ming so'mdan o'lchaganmiz. Vichkasiga qo'shilgan dastlabkilari 2 million 300 ming so'm ichida bo'ldi. Dastlabkasi besplatniy holatda bo'ldi. Svetlarini ham 3 xil holatda yonadiganidan yaxshisidan qo'yganmiz. İçki chuqurlari 45-30 cm ga chuqurli holatda bo'ladi. İchlari juda ham keng. Telefon nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yib qo'yamiz. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin. Bu ishimizni egalari yaxshi kunlariga ishlatsin.